Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bizda Xudo xohlasa noyabr oylariga qabullarimiz davom etyapti. Qabullarimiz Andijon, Farg'ona, Namangan va poytaxtimiz Toshkentdan bo'lib turibdi Xudo xohlasa. Endi ularning kunlari, qanaqa paketligi, necha kunligi to'g'risida aytib o'taman. Inshaalloh Xudo xohlasa Toshkent shahridan deyarli har kuni reyslarimiz bor. Haftada 5-6 marta bor. 15-chi, 22 va 29-noyabr sanalariga Toshkent Madina reysimiz bor, to'g'ridan to'g'ri. Xudo xohlasa qolgan kunlari Jidda shahriga bo'ladi. 14 kunlik standart plus paket bo'ladi. Xudo xohlasa hamma narsani o'z ichiga olgan. Bu paket to'g'risida hozir kunlarni aytib o'tganimdan keyin paket to'g'risida ham ma'lumot berib o'tib ketaman. Farg'ona shahridan Xudo xohlasa 10-chi, 11-chi, 12-chi, 15-chi, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26 va 29-noyabr sanalariga Farg'ona Madina Farg'ona, Farg'ona Jidda Farg'ona yo'nalishida bor. Namangan shahridan Xudo xohlasa 12-chi, 13, 14-chi, 19, 20, 21-chi, 26, 27 va 28-noyabr sanalariga Namangan Jidda Namangan, Namangan Madina Namangan yo'nalishlarimizda Xudo xohlasa reyslarimiz qoldi. Andijon shahridan 15-chi, 16-chi sanaga 22, 23ga 29 va 30-noyabr sanalariga Andijon Madina Andijon, Andijon Jidda Andijon yo'nalishida standart plus paket. Bu standart plus deyilishiga sabab 3 kun Madina shahrida eng yaqin mehmonxonalarda, mehmonxona sharoitlarimiz juda ham zo'r holatda, ozoda va pokiza bo'lgan. Xudo xohlasa talabga to'liq javob beradigan mehmonxonalarda turiladi. Mehmonxona masofalari 200-250 metrda. Madinada o'zlaringiz bilasizlar, hammasi yaqin joylashgan bo'ladi Haram Sharifga va endi yaqin joylashgani ham bir 600-700 metrda ham bor. Bizniki eng birinchi oldi qatorlarida Xudo xohlasa. Bormoqchi bo'lganlar murojaat qilishlari mumkin. Oziq ovqatlarga keladigan bo'lsak, Madinada 200 metrda mehmonxona, 2 mahal ovqat. Birinchi va ikkinchi o'zbek milliy taomlari, obedi bor, ujini bor. Madina ziyorat sayohatlariga nimalar kiradi deganlar uchun Madina bo'ylab ekskursiyalar, Qubo masjid, Qiblatayn masjid, Xudo xohlasa Rumot tepaligi, shahidlarning qabristoni, eng oldi xurmo bog'lari Xudo xohlasa. Eng asosiysi Ravza-i Mutahharaga olib kirishlik. Xudo xohlasa Badr g'azoti bo'lgan farishtalar tog'i. Inshaalloh Xudo xohlasa Qur'on bosmaxonalari bor. Xudo xohlasa albatta atlarga ham olib kiradi. Madinada 3 kun turilgandan keyin Zul Hulayfaga kelib, niyat qilinib miqotdan Makkaga kelinadi, umra ziyoratlari qilinadi. Umra ziyorati og'ir amal, hamma yaxshi biladi. 1-2-3 kun dam beriladi ziyoratchilarimizga va Makka ziyoratiga olib chiqadi. Makka ziyoratida Xudo xohlasa Arafot, Jamarot, Mino, Muzdalifa, Savr g'ori, Hiro g'orlari, bularning o'z tarixi bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq Makka shahridan Madinaga hijrat qilganlarida o'sha bekingan g'orlariga olib boradi. Birinchi vahiy kelgan Jabroil alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy olib tushgan o'sha Nur tog'i, Jabalan Nur deydi. Ana shu joylarga sayohatlar. Butun Makka bo'ylab ekskursiyalar. Arafot tog'i deyilishligining sababi Arafot, ya'ni Arafa, uchrashishlik degan ma'noni beradi. Mommo Havo onamiz va Odam alayhissalom hazratlari ana shu tepalikda, Saudiya Arabistonidagi o'sha Arafot tog'ining tepasida jannatdan yerga tushirilganlardan keyin 300 yildan keyin topishgan. Ana shu joyda topishganligi uchun Arafa, ya'ni uchrashishlik joyi bo'lganligi uchun keyin Ibrohim Halilullohga, Ibrohim payg'ambarga Jabroil alayhissalom haj amallarini o'rgatgan joylari. Ana shu joyda uchrashib, ana shu joyda haj ilmini Jabroil alayhissalom Halil Ibrohimga o'rgatganlar, mana Ibrohim alayhissalomga. Ana shuning uchun Arafot deyiladi. Buni o'z yarasha tarixlari bor. Borib 50 boshlarimiz bular to'g'risida tushuntirish beradi. Xudo xohlasa Arafotning tarixi, butun Makka bo'ylab ekskursiyalar, Saudiya Arabistonining yaqin 100 yilligida bo'lgan voqea hodisalar to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Rojihiy masjidga sayohat. Va bu narsalar bo'lib o'tgandan keyin Xudo xohlasa Qizil dengiz sayohati. Qizil dengiz deganda odamlar boradi, mazza qilib tomosha qilib keladi. Uni albatta tarixini so'rash kerak. U joyda Musa alayhissalom va Firavn voqeasi bo'lgan. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Musa alayhissalom va Firavn voqeasi. Firavn dengizning o'rtasida cho'kib bo'lgan. Ana shu ikkiga yorilgan dengiz Qizil dengiz bo'ladi.
Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Bundanda qiziq ma'lumotlar bor. Xudo xolasa 50 boshlarimiz juda ham xudo xolasa tajribali, aqlli inshaalloh xudo xolasa sizlardek chiroyli holat yetkazib beradi bu narsalarni. Endi bularni kunlari bilan tanishtirib o'tdim. Aytib o'tganimdek 15, 22 va 29 noyabr sanalariga Toshkent shahridan xudo xolasa deyarli 3 marta bo'ladi. Madinaga reysimiz bor. Qolgan kunlari Jiddaga bor. Endi bularning narxlari bilan tanishtirib o'taman. $985 Toshkent, Madina, Toshkent yo'nalishi. $975 Toshkent, Jidda, Toshkent yo'nalishi bo'ladi. Narxlarni solishtirib ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa qolganlardan arzon bizda Toshkentda $1000 sotadi, boshqalar yana bilmadim, lekin bizda 14 kunlik standart plus paket $985 Madina, $975 Toshkent Jidda yo'nalishi. Endi Farg'onadan xudo xolasa haftada 2 marta Madina, 1 marta Jidda reysimiz bor. Aytib o'tdim kunlarini, xudo xolasa deyarli bir 8 marta, 10 marta yana reysimiz bor. Farg'onadan murojaat qilishlaring mumkin. Narxi $995 dan. Andijon, Madina, Andijon, Jidda, Andijon reyslarimiz 15, 16, 22, 23, 29 va 30 noyabrga bor. Uning ham narxi 995. Namangan shahridan aytib o'tdim 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ketaveradi xudo xolasa. Uni ham narxi $995 dan qilib belgilaganmiz. Mana vodiyda $1000 dan pastda sotiladi bizda. Toshkent bilan deyarli bir xilda narx. Lekin sharoitlariga, 50 bosh xizmatiga, hamma narsasiga biz garantiya beramiz. Xudo xolasa borganlar maza qilib borib kelishyapti. Inshaalloh xudo xolasa bormoqchi bo'lganlar ekrandagi telefon raqamiga murojaat qilsalaring, WhatsApp va Telegramimiz ishlab turibdi. Qanaqadir qo'shimcha savollaring bo'lsa, yana bir narsalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xolasa dekabr oyiga ham kunlar chiqqan. Inshaalloh xudo xolasa dekabr oyi to'g'risida ham albatta telefon qilsalaring ma'lumot beramiz. Dekabr oyining birinchi 10 kunligi to'g'risida ma'lumotlarimiz bor. Toshkentdan, vodiydan, misol uchun xudo xolasa bormoqchi bo'lganlar ekrandagi telefon raqamiga murojaat qiling. Ishlaringni chiroyli va albatta sifatli qilib bitkazib beramiz. Xudo xolasa biz bilan borib kelganlaringdan albatta mamnun bo'lasizlar. Hammalaringga sog'lik va salomatlik tilaymiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarda va yaxshi joylarda uchrashishlikni Alloh nasib qilsin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.